Mana qizlarjonlar ayolimiz keldilar bizaga 12 hafta 3 kunlik bola gematoma ko'chgan, почти 50%. Oldingi devordan ham mana ko'chgan, ikkala tarafdan ham ko'chgan. Ko'chganda ham katta qism ko'chgan. Baribir hech narsa deb qilmaydi deb aytib bo'lmaydi hech qachon hech narsaga. Chunki nimaga mana 50% qism ko'chgan gematoma baribir bolani razviyasiga, o'sishiga ta'sir qiladi. Bu o'g'il bolacha ekan, ezib tashlamasdan ko'ryapmiz. Qizlar bular chiqqanlarda radnomda sizda 8 cm gematoma bor desa, bular chiqib kecha bayramda mazza qilib aylanibdilar-da. Tushunishimiz kerak, bu bizani bolani pitaniya oziqlantiradigan qism hisoblanadi. Agar bu gematomamiz shundoq tursa, mana bu qism oziqlantira olmaydi. Natijada bizani bolamizni aqliy faoliyatiga, o'sishi, razviyasiga ta'sir qilib qoladi. Bolada